Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli besh. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Qandoq mazza-ya. Bugun kun ajoyib. Salom Baxtiyor. Salom, mehribon, qalaysan? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshiman. Yana toza havodan nafas olay deb bu yerga kelib olibsan-da. Ha, shunday. Uyda o'tiraverish jonga tegdi. Buning ustiga zerikib ketdim. Bobur ham uyda yo'q edi. Bobur qayerda? Buvsinikiga ketdi. Senga Bobur kerakmidi? Yo'q, sen keraksan. Xo'sh, nima xizmat? Kelajakda kim bo'lishimni bilmayapman. Yo'q-e. Haligacha kim bo'lishingni tanlamadingmi? Yo'q, Nimaga axir? bilmasam, tanlay olmayapman. Unda bugun sen bilan men kim bo'lishni xohlayman mavzusida suhbat qilarkanmiz-da. Ha, faqat suhbatni rus tilida qilaylik. Nimaga? Rus tili darsida berildi-da bu mavzu. Shundan keyin men o'ylanib qoldim. O'zi kim bo'lmoqchiman deb. Tushunarli. Mayli, sen nima desang shu. Unda mavzuyimiz kim yaxachu stati bo'larkanda. Xuddi shunday. O'zi nimalarga qiziqasan? Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Senga ham tabiat va hayvonlar juda yoqadi. Menga ham tabiat va hayvonlar juda yoqadi. Tabiat hodisalari, o'simliklar olami va hayvonlar hayoti haqidagi kitoblarni ko'p o'qiyman. Demak, sen biolog bo'lishing kerak ekan. Biolog? Ha, U nima degani? nima emas, kim degin? Biologlar kim o'zi? Biologlar o'simliklarni va hayvonlarni o'rganadi. Ular tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanish va tabiatni muhofaza qilishni tushunishga yordam beradi. Ha, demak men biolog bo'lsam bo'lar ekanda. Albatta bo'ladi. O'zingchi? Menga ilm olish va olgan ilmimni sizlarga o'rgatish juda yoqadi. Bu ishdan hech ham zerikmayman. Xuddi o'qituvchilarga o'xshab-a? Ha, rostdan ham oxirgi paytlari o'qituvchilardan farqim qolmayapti. Balki sen ham o'qituvchi bo'larsan. Yaxshi taklif. Ilm olishga qiziqqan inson kelajakda olim bo'ladi. Lekin olimlik ham boshida o'qituvchilikdan boshlanadi. Nimaga? Chunki o'qib o'rganganlarini kimgadir o'rgatgisi keladi. Ilmlarini hamma bilan ulashgisi keladi. Qiziqtirib qo'yding. Rostdan ham kitob o'qishdan, ilm olishdan hech ham zerikmayman. Menga yangi ilmlarni o'rganish juda qiziq. Demak, o'qituvchi yoki biolog olim bo'laman. Endi menga bu mavzuda matn kerak. Ertaga darsda hammaga aytib bermoqchiman. Mayli, unda boshladik.
Sen o'zbekchasini aytib tursang, men ruschaga tarjima qilishga yordam beraman. Xo'p. Men hayvonlar va o'simliklarni tomosha qilishni juda yaxshi ko'raman. Мне очень нравится наблюдать за животными и растениями. Rasteniya o'simlik deganimi? Ha, Мне очень нравится наблюдать за животными и растениями. yaxshi, davom etamiz. Ular qanday o'zgaradi? Qanday farq qiladi? Как они меняются, чем различаются? Различаются farq qilishmi? Ha, Как они меняются? Чем различаются? shunday. Men tabiat haqidagi ilmiy filmlarni tomosha qilaman. Я смотрю научные фильмы о природе. Naучные filmi, ilmiy kinolar bo'larganda. Shunaqa. Я смотрю научные фильмы о природе. Juda yaxshi. Ularda bosh qahramonlar tabiatning o'zi va biologlardir. В них главные герои — это сама природа и биологи. Geroy. Qahramon deganimi? Ha, Tushunarli. В них главные герои — это сама природа и биологи. juda soz. Biologlar o'simliklar va hayvonlarni o'rganadigan olimlardir. Биологи — это ученые, которые изучают растения и животных. Ученые olimlarmi? Xuddi shunday. Buni qara, shu paytgacha men bu so'zni fan so'zi bilan adashtirib yurgan ekanman. Hech qisi yo'q. Mana endi o'rganib olding. Qani, ruschada aytganlarimni takrorlachi. Биологи — это ученые, которые изучают растения и животных. Davom etamiz. Ular tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanish va tabiatni muhofaza qilishni tushunishga yordam beradi. Они помогают понять, как правильно использовать природные ресурсы и охранять природу. Использовать foydalanishmi? Ha, ishlatish degan ma'noni ham beradi. Они помогают понять, как правильно использовать природные ресурсы и охранять природу. Davom etamiz. Menimcha yetadi. Sen nima desang shu. Asosiysi biologlar kimligini tushuntirding. Biologlar kimligini, ular nima ish qilishini ko'pchilik o'quvchilar bilishmaydi. Seni bu matning orqali do'stlaring bilib oladi. Yaxshi bo'lardi. Bahoying 5. Rostdanmi? Ishonaver, juda chiroyli matn bo'ldi. Rahmat senga. Sensiz qiynalardim. Rahmatga hojat yo'q. Axir hammasini o'zing aytding. Men shunchaki ba'zi so'zlarni o'rganishga yordam qildim. Nima bo'lganda ham senga katta rahmat. Men endi bora qolay. Mayli, yaxshi yetib ol. Ertaga dars qanaqa bo'lganini aytib berasan degan umiddaman. Albatta. Tabiat baribir boshqachada. Men ham biolog bo'lsammikin, a?